Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, biz Ehsoniy fondimizdan bugun mana bir Jalot oldisindagi bir muhtoj oilaga keldik birodarlar. Taqriban yashayotgan uylari o'ta kichkina uy ekan, ya'ni kvartirada yashaydi ekan. Sharoitlar juda og'ir, mana ko'rib turibsizlar birodarlar. Torligidan misol bilmadim endi bu sharoitda misol ko'pchilik yaqiniga ham ilinmaydi-da, dushmaniga ilinmaydi. Lekin mana shunday sharoitda bo'lsa ham yashab kelayotgan bir xolamiz o'zining ikkita qizi bilan va qizini farzandlari bilan shu yerda turishadi ekan. Boquvchisi yo'q. Deplasiya pensiya puliga beydashi pastomovkada ishlab shu bolalarni bahoyib. Lekin hozir ko'mirlarni bosh rolda ko'rdinglar, juda ham ko'mirlar oz, Pirdoqda ko'mirga xullas muhtoj ekan, kiyim-kechaklarga. Shunga birodarlar, qo'limizdan kelgancha ushbu xonadondagi muhtoj oilaga kelinglar, har birimiz hissamiz qo'shib yordamlashaylik. Bu qiynalgan holat hozir shu Pirdoqda va shunday kamchiliklar birodarlar. Hech kimni hammamiz bilamiz, sveti bor, odamning gazi bor birodarlar. Shunaqa qiyinchiliklari bor. Shunga Alloh shu biz tortishdan maqsad sharoitini ko'rsatyapmiz birodarlar. Haqiqatan ham sharoiti og'ir birodarlar. Ko'z bilan ko'rgan boshga ko'mir ham oz qolibdi birodarlar. Shunga kelib Alloh bitta harakat qilib, qo'limizdan kelgancha shu yerga pul to'plab olsak, chiroyli qilib xudo xolasa ko'mirlar Pirdoqlab kelib, bu yerda shakardan shakar shirin bo'lgan kichkina bu xolamiz nevaralari bor ekan. Shu nevaralarni ham xursand qilsak birodarlar. Agar biz qaysi bir musulmonni g'amida bo'lsak, Alloh taolo bizni yordamimizda bo'ladi. Qaysi bir musulmon biz xursand qilsak, Alloh subhanahu bizni xursand qiladi birodarlar. Alloh bergan mol davlatdan kelinglar ushbu xonadonga har birimiz qo'limizdan kelgancha ehsonlarimizni tarqatib qo'yamiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Mana rolikda emmaklarimiz ko'p, shularga xotirjam o'zingizlar omonatlar solsanglar,